ustoz shogird. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Hozirgi kunda Sivit akademiyamizda navbatdagi o'quvchimiz 9-soatlik darslarni tugatdi. Aka 9 soat davomida nimalar o'rgandingiz? Assalomu alaykum. 9 soat davomida zigzag 45-90 gradusga kirishlarni yaxshi o'rgandim. Shundan aka, Yevropaga ketmoqchi bo'lgan hamyurtlarimizga qanaqa yangiliklar bor Sivit akademiyasidan? Assalomu alaykum. Sivit akademiyamizdan hozirgi kunda Yevropaga ketmoqchi bo'lgan akalarimizga C, E kategoriya, D kategoriyalarga vakansiyalar bor va olishiga yordamlashamiz va Yevropaga ketayotgan hamyurtlarimizga 95 kod Yevropeyskiy va adet hujjatlarni rasmiylashtirib berishga yordamlashamiz. Bemalol raqamlarga murojaat qilishlari mumkin.